Assalomu alaykum hammaga. 4 kun oldin xabaringlar bo'lsa, ikkita do'konni Jizzaxga viloyatiga olib kelgandik. Biri Paxtakor tumaniga, ikkinchisi G'allorol tumaniga edi. Ikkalasi ham kechga bitgani uchun to'liq video obzor qila olmadik. Mana bugun vaqt bo'lib kelib, hozir polni video syomkasini qilib chiqyapman. Bu G'allorol tumanini adashmasam katta ariqmi, mana shunaqa mahallasiga, qishlog'iga ekan. Bozorchani ichiga, bozor mana bunaqa ekan. Har payshanba kuni bu yerda bozor bo'lar ekan, savdogarlar to'lib ketar ekan. Men hali o'zim ko'rmadim-ku. Xo'sh, do'konga keladigan bo'lsak, bu 5 ga 3 razmerda bo'lyapti. Ovqatlanish uchun, ya'ni oshxonaga mo'ljallangan. Mana juda ham chiroyli, ixcham, akkuratli, puxta kачествоda yasalgan. Ichki qismlarini afsuski ko'rsatolmayman. Egasini o'zi uzoqroq joyda ekan. Hozir qulflangan. Xudo xohlasa, bu safar kelganimda ichki qismlarini ham sizlarga to'liq qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shunaqa qilib terilgan, mokriy asfalt и oq rang bilan aralash qilingan. Juda ham chiroyli chiqqan. Ixcham, issiq sovuqqa hammasiga mustahkam qilib berganmiz. Mana kimga qiziq bo'lsa, mana shu atrofda do'kon, magazin, sartaroshxona, xullas nimaki yo'nalishda mana shunaqa yengil konstruksiyadan ochmoqchi bo'lsa, kelib ko'rishlaringiz mumkin. Sifatiga o'zlaringiz baho berasizlar. Kuzatib turinglar. Ikkinchi do'konimizda hozir Paxtakorga borib, uni ham to'liq video qilib tashlab beraman. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.